Assalomu alaykum hammaga, hurmatli charchamayapsizlarmi? Xo'p, The Fiveyers'dan endi sizlar tekinga 50 minglik, 20 minglik hamda 10 minglik va 5 minglik akkauntlarni yutib olishinglar mumkin. Qanday? Ya'ni umuman akkaunt sotolmagan bo'lsangiz ham yoki aktiv akkauntingiz bo'lib turgan holatda bo'lsa ham bu narsani qila olasiz. Buning uchun ya'ni MusoFX Telegram kanalidagi mana bu linkga bosishingiz kerak. Ya'ni registratsiya bo'lmagan bo'lsangiz, birinchi registratsiya qilinadi. Hop, registratsiyaga o'tgan vaqtda Get Funded deb bosasiz. Get Funded bosiladi. Mana bu yerga allow qilsangiz, mana bu yerda email. Ya'ni mana bu yerdagi hozir sizlarga ko'rsatayotgan emailni yozdim va bu emailga confirmation kod keladi. Bu kodni, ya'ni tasdiq kodi 3 minut ichida kiritishingiz kerak. Bu yerga yozsanglar, уже kiritdim. Men avtomatik bularni paroldan foydalanaman. Xo'p, bu yerga Jack просто mana buni ismini yozib qo'yamiz. Ya'ni ism, familiyalar pasportda, ya'ni qizil pasportda yoki mana bu viza kartada qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozilishi kerak. O'zbekiston. Bu faqat registratsiyadan o'tmaganlar uchun. Registratsiyadan o'tganlar uchun davomida o'tib ketaman. Hop, continue bosasiz. Sign up bo'ladi. Mana, ya'ni bu yerda boss get started qilinadi. Ya'ni ikkalasini ham features ham nimani bossangiz bo'ladi. Xo'p. Endi siz contest, ya'ni undan qanday foydalanishingiz mumkin? Mana bu yerda overview turibdi. Community turibdi. Communityga bosamiz. Communityga bosilgandan keyin contest. Contestda avval faqat indiyaliklar, ya'ni hindistonliklar, Nigeriya juda ko'p qatnashuvchilar bo'lganligi hisobiga bizlar yutish imkoniyati juda kam edi. Endi sizlar mana bu yerda have invitation code turibdi, mana burchakda. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu ustiga bitta bosamiz. Bu yerga просто Muso deb yozsanglar, unlock contest bo'ladi. Unlock contest bo'lgandan keyin mana bu yerda buni boshlanish sanasi 5-martda. Ya'ni 5-mart kuni boshlanadi, 12-mart kuni tugaydi. Maksimum 5000 ta ishtirokchi bo'lishi kerak. Xo'p, apply deb bosasiz. Apply bosilgandan keyin sizga avtomat mana bu overviewga nima keladi? Sen mana bu ishtirokchisan, content ishtirokchisan deydi. Xo'p, content shartlari qanaqa, qonun-qoidalari qanaqa bo'ladi? Xo'p, communityga o'tib, ularni nima o'tib ketaman. Xo'p, mana bizning kontentimiz bu yopiq kontent, ya'ni bu kontentga mana shu o'zimizning gruppadan tashqari boshqa odamlar qo'shila olmaydi. Ya'ni faqat Muso kodini terisagina qo'shilish mumkin. Xo'p, qonun-qoidalarini tanishsak, bu birinchi o'rin uchun 50 minglik tekin akkaunt, ya'ni sizlarda bir hafta davomida, ya'ni 5-martdan 12-martgacha sizlarga bir hafta mobaynida kirishinglar mumkin. Ya'ni bir hafta davomida sizlar eng ko'p qilgan odam 50 mingni olishi mumkin, eng ko'p qilgan ikkinchi odam 20 minglik va uchinchi o'rin 10 minglik. Qolganlari 5 minglik, 5 minglik, 10-o'ringacha. Ya'ni sizda imkoniyat bor. Minimum 10 ta o'rindan bittasini olishga. Hozir 65 ta ishtirokchi bo'libdi. Xo'p, qonun-qoidalari, oddiy qonun-qoidalari. Bir kunlik yo'qotishingiz 5%, umumiy yo'qotishingiz 10%. Ya'ni sizga 10 minglik akkaunt berishadi. 10 minglik akkauntdan umumiy 9 minggacha yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, leverage 1/30 bo'ladi. Va faqat bittagina pozitsiya berilgan vaqtda, ya'ni bitta pozitsiya ochdingizmi, o'sha pozitsiyadan boshqa pozitsiya ocha olmaysiz. Ya'ni bir marta aytaylik, buy ochdingiz, orqasidan boshqa akkaunt, boshqa para uchun sell yoki buy ocha olmaysiz. Faqat bitta para bilan, yoki farqi yo'q. Qaysidan kirishingizdan qat'iy nazar, Tilla, Nasdaq, xohlagan parangizdan faqat bittasini ocha olasiz. Faqat leverage 1/30 bo'ladi. Va umumiy balans 10 ming. News vaqti ishlashingiz mumkin. Ya'ni newsdan 2 minut oldin, 2 minut keyin degan narsa yo'q. Leverage ko'tarsa bo'ldi, 1/30 lik leverage bilan kirib bemalol ishlasa bo'ladi, bemalol. Xo'p. Asosiy qonun-qoidalari mana shu. Va mana bu prices deyapti, ya'ni mana bu sovg'alarni aytaylik 12-mart kuni tugasa,
13 mart kuni уже sovg'alar egasiga topshiriladi. Ya'ni emailga. Qaysi emaildan registratsiya qilgan bo'lsangiz, o'sha emailga yuboriladi. Faqat bitta emaildan bitta odam nima qilishi kerak bo'ladi? Registratsiya qilishi kerak bo'ladi. Va bu 5-mart kuni boshlanadi. 5-martgacha registratsiya qilinib qo'yish kerak. 5-martdan keyin уже bu yopiq bo'ladi. Ya'ni 5-martdan keyin registratsiya qila olmaysiz. Menimcha judayam idealniy taklif bo'ldi. The Firefox bilan oxirida dogovor qilib bu narsani erishdik. Sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, ertaga soat chorshanba kuni 21:00 da giveaway ishtirokchilarini ham aniqlaymiz. Xudo xohlasa ularga o'zlarini fanlik akkauntlariga o'tib beraman. Menimcha juda ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda mana masalan kunlik yo'qotishingiz mana $9,000, umumiy yo'qotishingiz, kunlik yo'qotishingiz 9,5, ya'ni 5% farqi yo'q. Sizda akkaunt bormi yo'qmi farqi yo'q. Akkauntingiz bor bo'lsa ham mana kontestga kirib have invitation kod qilasiz. Invitation kodga mana bu yerda Muso deb yozsanglar bo'ldi. Mana bu yerda unlock contest qilib boyaga aytganimdek registratsiyadan o'tib olasizlar. Sizga avtomatik mana bu yerga login parol keladi. Login parol hozir ochilmaydi. Sababi mana no credential accounts deyapti. Login parolni mana bu yerda topsanglar bo'ladi. Mana bu qulfchadan. Bu faqat 5-mart kuni ochiladi. Ya'ni hamma registratsiya qilib bo'lingandan keyin sizlarga login parol ko'rinadi va bemalol ishlashinglar mumkin bo'ladi. Mana bu joyda nechinchi o'rinda ketayotganinglarni ham mana your place nechinchi o'rinda ketayotganlaringni ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat hammaga. Omad. 5-mart kuni boshlanish sanasi bilan.